Sam, xullas do'stlar, bugun mayra oldiga ketayotganim mana hosil sal kamroq bo'pti o'sha haqida gaplashishga. Keyin yana mer o'zini uyiga chaqirib turibdi, bilmadim nega. Hozir borib ko'ramiz. Videoga like, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Do'stlar, bo'lmasa ketdik mer uyiga. Xo'sh, mer uydami? Uyda bo'ldi. Janob mer, kirsam maylimi? Kiraver. Mer kechirasiz, eshik buzilibdi. Janob mer, meni nimaga chaqirib turganingiz? Hosil nima ekan? Hosil bilmasam, lekin ikkala огородdan ham terdim. Nimalarni hammasini terdim. Hammasini sizga berdim. Ofi, unaqalarni qilmadingizmi? Mana bu tomorqalarni hali qilishmadimi jitsillar? Yo'q, ular yo'q. Yo'qolib qolishgan, bilmayman. O'zi u yoqqa esingda bo'lsa bitta jitsil qarardi. O'sha bitta jitsil ham yo'q. Nima? Yo'q bo'lib qoptimi? Ha, tushunarli. Qanaqa binoda yurgan odam qanaqa yo'q qolish mumkin, a? Men ham shunga tushunmayapman, Sam. Ha, Aytmoqchi, Sam, to'xta. Yana bir gap. Qishlog'imizda manyak paydo bo'ldi. nima? Janob mer, qanaqa manyak? Manyak jitsil paydo bo'libdi. Uni yuzini qo'shning ko'ribdi. To'g'ridagi qo'shning. Ha, tushunarli. Hozir ikkita jitsil yo'qolgan. Bittasini naryodi nimada turardi, naryodi kichkina uyda. Bittasi naryo tarafda sizda turardi. Ha, o'sha ikkovi yo'q. Yo'qolganiga ikkalasini orasida kunmi, nima, haftami, oymi bormi? Bir oyda ikkalasi ham yo'qolgan. Orasi 2 hafta. Demak, 2 hafta. Anu ikkinchi jitsil o'lganiga necha hafta, yo'qolib qolganiga necha hafta bo'ldi? 2 hafta bo'ladi ertaga. Nima? Shunda 2 hafta bo'lsa orasi, yana 2 haftadan keyin kimnidir o'ldiradi. Janob mer, men bu ish bilan shug'ullanaman. Sam, rahmat senga. Bizlarni qutqarishingga ishonaman. Ha, janob mer, mayli. Men ketdim do'stlar, judayam. Eshitdinglarmi merning gapini? Mayli, men atrof biroz kuzataychi. Tak, mana olamiz. Telefonimni oling, mabodo kerak bo'lib qoladi. Tomga chiqaychi. Atrofda hech kim yo'q. Bu atroflarda, daraxtli taraflarda bo'ladi-da, o'zim manyaklar. Yo'q-ku. Ko'rinmayapti, bu yerda tuman bo'lib yotibdi. Nima? Oh my god. Kim bu jitsilmi? Qanaqadir yo'q. Oldiga borgim kelyapti. Mayli. Xo'sh, boramiz. Nimaga aynan daraxt ustida jitsil? Tushunmadim. Jitsillar daraxtga chiqishni bilishmaydi. Jitsillar daraxtga chiqa olmaydi. U kishi qanisi jitsil bo'ldi? Qanaqadir zombimi? Mayli, bizga ahamiyati yo'q. Qanaqadir jitsil. O'rmonimiz ham vashshe qo'rqinchli bo'lib boryapti, boru. Yaxshisi tepaga chiqsa bo'ladi. Chiqamiz tepaga. Ana jitsil. Yo'q. U nima qilyapti? Tushunmadim. Jitsil. Qochdik do'stlar. Men bunga qaramayman. Qochdik merga. To'xta. Bo'ldi, suratga oldim. Qochdik. Merga ko'rsatish kerak. Ay. Familiyat operatsiyasiga xabar berish kerak. Men o'zi o'sha yerdan kelganda, men o'zi ish bo'yicha o'sha yerga yuborishdi. Xo'sh. Mer kirishga mumkinmi? Xullas, janob mer, men o'sha siz aytayotgan manyakni ko'rdim. Mana ko'ring. Mana rasmda ko'ring mer. Ya uzr. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. U nima? Qo'rqoq jitsilga o'xshaydi. Ha, lekin bizda unaqa bir-biridan jitsillardan qasd oladigan jitsil bo'lmasa kerak, unaqa jitsil yo'q-a bizning qishloqda. Adashmasam, u jitsil haydalgan jitsilga o'xshadi. Qishloqdan haydab yuborgan edik. Nima sababdan? Xullas, u nima? Sehrgarlik bilan shug'ullanardi. Qanaqadir zombilarni suratini chizardi, qanaqadir g'oyalarni aytib berardi. Xuddi shunaqa bo'lgan.
Keyin esa uni haydab yuborganmiz. Kimlarnidir qo'rqitib, zombilar yaratgani uchun. Ha, tushunarli. Mayli bo'pti, men Femerit korporatsiyasiga qiling. Siz politsiya chaqiring. Politsiya bilan hal qilamiz. Men hozir qaytaman. Do'stlar, ketdik. Manyakni rasmga oldik. Yo-mayo. O't. Do'stlar, bu aniq manyak edi. Rasmda mayli. Hozir telefon qilamiz. Alo. Salom, bu men, Sem. Ha, tanidik Sam. Xullas, 13-qishloqqa yetib kelinglar, bu yoqda manyak. Men uni ko'rdim va daraxt ustida jitel manyak. O, bu zulmat ichra sayohat qilgan manyak-ku. Zulmat nimasi? Zulmat jitili. Ha, tushunarli. Bo'lmasa mayli, men yordam kutaman. Yaxshi, bo'lmasa aniq qilamiz. Biz ham borib qolamiz. Ungacha o'zing hal qil. Jitillarni himoya qil. Hozircha nechta jitil o'lgan? 2ta. 2ta jitel o'lgan. Shu orasi 2 hafta. Aha, bo'ldi, senga o'zimiz aloqaga chiqamiz. Hop, okey, bo'ldi, ketdik. Do'stlar, judayam ужас. Men ozgina uyda o'tiray. Mani keyin bitta sekretim bor edi. Ochamiz. Mana shu yerda men sandig'im bor. Mana hech kim bilmaydigan ega. Mana shu yerdagi narsalarni olib boramiz. O'sha politsiya kelgan bo'lishi kerak. Men ofitser bilan gaplashishim kerak. Ofitserga ko'rsatamiz. Salom, janoblar, Emir. Salom. Sam, hozirgi suratni ko'rsat. Ko'rsat ofitserga. Hozir. Qaysi kimga ko'rsatay? Sizgami? Ha, menga. Yo, bu haqiqiy dahshat-ku. Axir bu jitil kimgadir o'xshatyapman, lekin juda tanish. Tanimayapman, lekin juda tanish. Ko'zimga juda issiq ko'rinyapti. Xullas, bu o'sha o'rmonda. Ha, o'sha o'rmonda. O'sha yerga borishimiz kerak, ofitser. Siz nimalar bilan boring, men esa uni tutishga harakat qilaman, lekin hujum qilib qolsa o'zimni himoya qilish uchun qilichim bor. Men bilsangiz kerak, Femerit korporatsiyasidanman. Qurol ishlatishga ruxsat berasizmi? Ha, bemalol. Yaxshi, ketdik. Salom, jitel, ehtiyot bo'l. Manyak bor. Do'stlar, yaramas jitel. Men uni lekin ko'rmasdan qanday o'ldiraman? Menga kamon kerak. Ofitser, yana bir narsa so'rashga ijozat bersangiz, xullas, menga kamon kerak. Kamon? Ha, kamon. Zaharli o'q bilan iloji bo'lsa. Ha, bo'ldi. Hozir topib beramiz. Rahmat. Bo'ldi. Endi men uni tepishdaman. Hozir sekingina poylayman. Mana shu tomga chiqishim iloji bormi? Bor ekan-ku. Narom bor ekan. Yaxshi, hozir yaqinroqdan ko'rish kerak. Mana u hozir qayergadir anqayapti, lekin juda kech bo'lishini kutish kerak. Mayli bo'pti, kutamiz ozgina kech bo'lishini. Ofitserlar aylanishyapti, mayli bo'pti. Kech tushyapti. Ana bu yerda manyak turibdi. Kimnidir tegdi. Lekin endi uncha ko'rinmayapti-da. Yaxshi, tegdi. Otamiz tegdi. Hushdan ketkazadigan o'q namuncha bunga ta'sir qilmaydi. Yo-mayo. Hozir yaqinroqdan ko'raylik. U hali daraxtdami? Qani ko'rinmayapti-ku. Ko'zlari qonga to'lgan. Ko'rasizlar, mana yaqindan ko'rsatyapman. Yo-mayo. Ko'zi qonga to'lgan. Yaramas. Otamiz. Qani? Nima bo'ldi? O'ldi.
Yo'q, o'lmadi. Hushdan ketdi. Bo'ldi do'stlar, uni nima qilishadi endi? Hibsga olishadi. Ofitserga xabar berish kerak. Ofitser, bu men. Salom. Hozir qayerdasizlar? Janubiy o'rmonda. Janubiy o'rmon. Men o'sha manyak turgan nimani poyladim va uni o'ldirdim. O'ldirdim. Ben hushdan ketkazdim. Kamon orqali o'q uzdim. Uni daraxtdan tushirib olish kerak va olib ketasizlarmi? Ha, olib ketamiz. Rahmat sizga, janob Sem. Arzimaydi xullas. Do'stlar, manyakni tutdik. Endi ular ketishdi. O'sha o'rmonga bunaqa mana janubiy o'rmon bu yoqda bo'lsa, bu yoq tarafdan anaqa o'rmonni bo'lsa, bu yoq o'rmonga. O'sha yerdan tutishadi do'stlar. Videomizni yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan Massam bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.